Xullas, sekin-sekin ayrim turdagi haydovchilarga nafaqat yo'l harakat qoidalaridan, shuningdek farosat to'g'risida ham tushuncha berib, o'rgatib ham ketyapmiz. E'tibor beringlar. Bu Matiz haydovchisi bitta emas, bir nechta qoidalarni buzib, farosatdan ishlatolmay qoldi. Mana yo'l chiziqlarini talab buzilyapti bu yerda. 53-band minor manual qilmoqchimi, shu qilayotgan manual xavfsiz ekanligi ishonch hosil qilish kerak edi. 56-band minor eng chekki holatga egallab qaytish kerak edi. Mayli, bunisiga ham ko'z yumamiz. Lekin buni qaytishdan oldin sekinroq qarab, kerak bo'lsa kallani chiqarib, yo'mi shotdi mashina, mana to'qnashib ketmayman deb e'tiborli bo'lish kerak, ishlatish kerak buni. Bunaqa emas endi. Qoidalarga rioya qilib qo'yinglar va o'zingizlar emas, o'zgalarni ham o'ylab qo'yinglar. Videolaringiz manfaat tepayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.